Jin nomiga nima deysiz? O, yomon eshitmayapti. Keling, shu nomda qolamiz. Har holda solodan yaxshiroq. Xo'p, yaxshi. Unday bo'lsa ro'yxatga yana bir kishini qo'shishimiz kerak. Nima, Chixayinchi, u o'xshamadimi? U mos kelmaydi. Yosh, go'zal va estarajali ovchi. Unaqasini topish qiyin-ku. Siz qanaqasini izlayapsiz, bilsam bo'ladimi? Guvohnomasi bo'lishi kerak. Va juda ham ishonchli odam bo'lishi shart. To'xtachi, menda bittasi bor edi. Bu yana kim bo'ldi? Xayrli kun, janob. Men Ritsarlar gildiyasining boshlig'i. To'g'ri, darvozaning o'lchami har doim ham bir xil bo'lmagan. Lekin bunisi boshqacha. Bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Demak, zindon estarajalimi? Lekin bu aniq emas. Lekin bu to'satdan paydo bo'lgan katta zindon hisoblanadi. Shuning uchun sizning bizga yordamingiz kerak. Va sizga ham mukofot beriladi. Va albatta foydadan 20% sizga beriladi. 50 ga 50. Men siz bilan ortiqcha savdolash niyatim yo'q. Jenurson, unchalik ham ahmoq emas ekan. Xo'p, mayli, unda kelishdik. Bu yana kim bo'ldi? Menga qo'ng'iroq bo'lyapti. Hozir kelaman. Ha, salom, eshitaman. Oyi, telefon oldingizmi? Ha, senga darhol qo'ng'iroq qildim. Sening ovozingni eshitmoqchi edim. Men sening band vaqtingda qo'ng'iroq qildimmi? Unday emas, hammasi joyida. Bugun kechqurun birga tushlik qilamiz, oyijon. Xo'p, yaxshi. Jenurson, 5 daqiqadan keyin ketishimiz kerak. U qayerda qoldi ekan? Abu havo yaxshi emas ekan. Umid qilamanki, Dina o'zi bilan soyabon olgan. Xo'sh, mening borish vaqtim keldi. Soya almashuvi. Bizdan bepul ishchi sifatida foydalanishyapti. Ha, men ham qo'shilaman. Nega san'at o'qituvchimiz barcha ishni bizlarning bo'ynimizga yuklab qo'ydi-ku? Bu xonada semestr vaqtidan beri foydalanmagan bo'lsak kerak. Hamma joyni yig'ishtirishimiz kerak. Axir bu darvoza. Qo'rqmanglar, bu darvoza juda ham kichkina. Uning to'liq ochilishiga hali bir hafta bor. Va u yerdan bu yerga qalay hech nima chiqa olmaydi. Lekin bu xona semestr davomidan beri qarovsiz qolgan. Biz uni endigina topganimiz shuni anglatadiki. Jonsuk! Yordam beringlar! Yordam!